Abu Zar G'iforiy roziyallohu anhu mana shu sahoba edi. Hozir siz haqingizda bu kishi haqida sizga gapirmoqchi bo'lgan sahobiy mana shu kishi edi. Aytadilarki, kunlardan bir kuni payg'ambar alayhisolatu vassalom meni huzurlariga chaqirdilar. Chaqirib meni o'zimga xos nasihat qildilar. Ey Abu Zar, men senga 7 amalni vasiyat qilaman. 7 ta ishni men senga buyuraman, shularni eslab qolgin va hayoting mobaynida shuni amal qilib, mana shu nasihatga amal qilib yurgin dedilar. Abu Zar G'iforiy roziyallohu anhu aytadilarki, payg'ambar alayhisolatu vassalom bilan yolg'iz qolganimda mana shu 7 ta nasihatni aytganlari shunday qalbimga o'rnashdi. Lam atrukuhunna va la atrukuhunna deb keladi hadisda. Hech buni tark etmadim va hayotim mobaynida ham bundan keyin ham tark etmayman. Birinchisi bihubbil masakini va dunuwi minhum. Ey Abu Zar degan ekanlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Senga 7 nasihatni aytaman. Birinchisi miskinlarni, faqirlarni yaxshi ko'rgin. Miskin faqirlarga yaqin bo'lgin. Ularni yaxshi ko'rgin. Ularni jerkimagin. Ularni davrasini passanamagin. Bir joyda ular bilan o'tirsang, o'zingga buni sharaf bil. Ularga muhabbat qil. Birinchi nasihatim shu. Chunki azizlar, bir faqir insonni, miskin insonni, bir bechorani ko'ylini olib bo'lsangiz, yaxshi gap bilan bo'lsa ham, bir piyola choy quyib berib bo'lsa ham, xurmodek narsani ihson qilib bo'lsa ham, 5 ming 10 ming so'mni berib bo'lsa ham, bir faqir insonni ko'ylini olib bo'lsangiz, azizlar, qiyomat kunida faqirlar boylardan 500 yil avval jannatga kirar ekan azizlar. Boylar mol va dunyosi bilan mashg'ul bo'lib turgan paytda muhosabasi bilan hisobini topshirib, ana shu paytda faqirlar jannatda bo'lar ekan, qarang. Parvardigor olam, ey faqir bandalarim, mana bu jannatga kiringlar deganda faqirlar, miskinlar, muhtojlar, darvishlar, bu dunyoda dunyo molidan mosuvo bo'lganlar, dunyo ne'matlaridan, dunyo lazzatlaridan mosuvo yashaganlar jannatga kirib ketayotgan mahal azizlar nima deyishar ekan, qarang. Ey Parvardigor, qarasak mana u boylar mol va dunyosini hisobi bilan berish bilan mashg'ul. Ey Xudoyim, bularga rahmimiz keldi. Mana shularning ichida u bitta Ahmadjon degani yo Toshmatjon degani, u Parvardigor shu inson menga yaxshilik qilgan edi hayotda. 2 og'zim shirin so'z aytib menga bir dalda bo'lgan edi hayotda. Qurbonlik so'yib go'shidan 1,5 kilo berib, men buni bolalaring bilan yeb olgin deb uyimda go'sht yo'g'ilga shuna yaxshilik qilgan edi. Xudoy Parvardigor, shu bandaga ham o'zing rahim qil derkan faqirlar qiyomatda. Shunda Parvardigor olam, ey faqir, bor o'sha senga yaxshilik qilgan boyni qo'lidan ushlab jannatga kirgin billadir ekan, qarang. Azizlar, hammamiz qodirmiz. Hammamiz qodirmiz. 2 ta non bilan 1,5 kilo go'sht, bitta beva bormi, yetim bormi, faqir, miskin bormi, shularning ko'nglini ozgina bo'lsa ham baholi qudrat, ixlos, muhabbat bilan ko'nglini olib qo'yishga hammamiz qodirmiz. Shuning uchun payg'ambar alayhisolatu vassalom, ey Abu Zar, men senga qiladigan 7 nasihatimni birinchisi faqirlarga yaqin bo'l. Ularga yaqin bo'lishlikda, ularga yaxshilik qilishlikda, ularning majlisida, davrasida o'tirishda ko'p yaxshiliklar bor deb nasihat qilgan ekanlar. Dunyo tashvishlar bilan qiynalib, ana ishim nima bo'larkin, bu ishim nima bo'larkin, aytdan bitta pulim kelmayapti, mana bu ishim bitmayapti deb diqqat olib yurganingizda, faqirlar davrasida 10 minut o'tiringda. Haligilarni gaplashgan gapini ko'rib, haligilarning o'zini holatiga shukr qilayotgani, u sizdan sizdagi bor narsani 10dan 1 unda yo'q.
lekin rohatda yashayapti. Qalbi xotirjam. O'shalarni ko'rib sokin bo'lasizda. O'shalarni ko'rib taskin topasiz. Nima diqqat olaman? Dunyoni qaysi ishiga diqqat olaman? Mana shu faqirlar ham hech nimasi yo'q bo'lsa ham, menda-ku 2-3 ta mashina, buni bitta velosipedi bor. Shu ham baxtli yashayapti, maza qilib hayotda shu ham rohat bilan yashayapti. Nima diqqat olaman deb taskin topadi. Odamda qalbi taskin topar ekan. Insonda qalbi, ruhiyati orom topadi. Bekorga payg'ambar alayhisolatu vassalom Abu Zar G'iforiy roziyallohu anhu ga bu nasihatni qilmagan ekanlar. Demak, 7 nasihatning biri qaysi bo'ldi? Muhtaram azizlar, birinchisi faqirlarga yaqin bo'l, ularni yaxshi ko'r, ularni o'zingga do'st tut. Ikkinchisi va an anzura ila man huwa fawqi wala an anzura ila man, ya'ni Abu Zar G'iforiy roziyallohu anhu ni payg'ambar alayhisolatu vassalom u zotga qilgan ikkinchi 7 nasihatdan ikkinchisi dunyoda o'zingdan pastdagi insonga qarab yashagin ey Abu Zar dedilar. Hech qachon bu dunyoda yashar ekansan, dunyoda o'zingdan yuqoridagi insonga qarama. Agar ana shundoq qiladigan bo'lsang, noshukur bo'lib qolasan dedilar. Allohning bergan rizqiga, Allohning bergan taqdiriga rozi bo'lmaydigan bo'lib qolasan. Vaholanki Alloh bergan rizqqa, bergan taqsimotiga Parvardigor olamda banda norizo bo'lishi banda uchun eng katta musibat bu dunyoda. Tinchimaydi odam. Dunyo molini hammasini qo'lga kiritgan taqdirda ham u nariga odamda 2 barobar bor ekan deb yuraveradi. Uyqusida ham halovat yo'q, yeganida ham halovat yo'q, ichganida ham halovat yo'q. Bir ne'mat yesa o'shanda ham halovat yo'q. Agar banda o'zidan pastdagi odamlarga qarab, o'zidan quyida bo'lgan odam, o'zidan faqirroq bo'lgan odamlarga qarab yashasa bu dunyoda, bitta chaylada yashasa ham, haligi chayla ichiga kirsa oyog'ini yarmi chiqib qoladigan darajada kichkina, haligi xas cho'plardan qurilgan chaylada yashasa ham dunyodagi eng baxtli odam shu bo'laveradi. Hamma shu dunyodagi eng faqir inson chaylada yashasam, shu chaylasi mana shunaqangi uy yo'qlar ham bor-ku. Yomg'ir yog'sa, yomg'ir tagida qolib ketadiganlar bor-ku. Shuning uchun baxtni kaliti shunday ekanki, bu dunyoda inson rohatlanib, mazza qilib, saodatda, ofiyatda, shukr bilan rozi bo'lib yashashlikda kaliti yoki qo'shtirnoq ichida aytganda formulasi shu ekanki, Abu Zar G'iforiy roziyallohu anhu hadislarda kelgandek, dunyoda o'zingdan pastdagi odamlarga qarab yur. Hech qachon tepaga qarama. Unda noshukur bo'lib qolasan tepaga qarasang. Mana bu 7 nasihatning ikkinchisi. Uchinchisi va an asilar rahma va in adbarat va qata'at. Mana bu ham zarur azizlar. Uchinchi payg'ambar alayhisolatu vassalomni menga bergan nasihatlari doim silay rahmni bog'lashligimga Rasululloh menga buyurdilar. Silay rahmni bog'lash degani bu qarindoshchilikni bog'lash degani. Qarindoshlar o'rtadagi aloqani uzmaslik kerak degan. Qarindoshlar bir-birini holidan xabar olib turish degan, oqibat degan. Aka-ukaning o'rtasida oqibat, opa-singilning o'rtasida oqibat degan. Amma jiyan, tog'a jiyan, amaki jiyan ketaveradi endi bu qarindoshlar. Shularning o'rtasidagi mehr degan. Mol va dunyoni deb bir-biri bilan teskari bo'lmaslik degan. Payg'ambar alayhisolatu vassalam ey Abu Zar, xushyor bo'lgin shu 7 amalga. Shulardan 3-inchisi bu silay rahim. Chunki agar banda silay rahimni uzib qo'yadigan bo'lsa, qarindosh bilan aloqani uzib qo'yadigan bo'lsa, Alloh saqlasin, u bandani duosini ham Alloh ijobat qilmaydi. Namozini ham Alloh qabul qilmaydi. Qilgan haj va umralari ham maqbul bo'lmay qolar ekan. Ota-onasini norizo qilgan bo'lsa, bir mo'minni xafa qilib, dilini og'ritib 3 kundan ortiq gaplashmay yurganlar, ginachilar deydi. Ginachilar, ota-onani norizo qilganlar, silay rahmni uzganlar yaxshi eshitib olsin ekanki, yoki iymonida shakka, gumonga borayotganlar, shirk, kufr bu qilayotgan ibodatlarni, qilayotgan duo va sadaqotlarni to'sib qo'ygan amallar ekan bular.
bag'da-banda qilib yuraverar ekan. Borib haj qilar ekan, bechora qiynalib million pulini sarflab, bag'da bitta mo'minni xafa qilgan, yo bir siylar hamda o'zgan, yo ota-onasini norizo qilgan. Masjidlar qurar ekan, madrasalar qurar ekan, necha xonaqohlar ming ibodatlarni turini qilar ekan. Lekin bag'da ota-ona norizo, yoki bag'da siylar hamda o'zgan, yoki bag'da ikki kishi bir do'sti bilan gaplashmay yuribdi yillab. Begona bo'lsa ham agarchi. Qo'shni bor, hamkasb boshqa. Shu insonlar yaxshi eshitib olsinki, Alloh saqlasin, qilayotgan ibodatlari qabul bo'lmay qolar ekan. Shuning uchun ham payg'ambar alayhisolatu vasallam Abu Zar G'iforiy roziyallohu anhu nasihatlarida xossatan 7 nasihatda 3-sida aytdilarki, silay rahmni doim bog'lab yurgan ey Abu Zar va in qata'at va adbarat. Agarchi ana shu qarindoshing sendan aloqani uzayotgan bo'lsa ham, agarchi o'sha qarindoshing sendan yuz o'girayotgan bo'lsa ham, agarchi u seni xabar olmayotgan bo'lsa ham, sen xabar olgindilar. U gapirmayotgan bo'lsa ham, sen gapirgindilar. U yomon gaplar gapirayotgan bo'lsa ham, sen gapirmagindilar. Qarang. Silay rahmni farzligi, bog'lashlikni farzligi shu darajada ekan. Ha, u xabar olmayapti, sen ham xabar olmay qo'yaver, deyilmayapti hadisda. Har hafta oshiymiz, sinfdoshlar bilan, kursdoshlar bilan, yana binasadoshlar bilan, hoji oshlarimiz bor, boshqa bor. Bitta narsani yaxshi bilaylik azizlar. Mana shu har shanbalikda, oyda o'rtasida, oxirida yoki palon kunlarda yeyayotgan oshlarimizni to'planib olib shu yig'inlarimizni eng savoblisi, ajrlisi haligi qarindoshlarni oshi deb qo'yadi. Eng savoblisi, ajrlisi o'sha qarindoshlarning oshi. Nimaga? Silay ham bor tagida. Bugun amakim o'g'li qilib beryapti. Keyingi oyga xolam o'g'li ana. Bir-biridan xabar oladi. Bormisan, yo'qmisan, holing qanaqa, ishing yaxshimi, tuzingmisan, xolam yaxshimi, ammam yaxshimi, tog'am yaxshimi buni. Ana silay rahim. Mana shu tagida savob. Hatto aytiladiki hadisda inson bir qarindoshini xabar olgani ketayotga, masalan, xolamni ko'rib kelay, tog'amni ko'rib kelay, amakimni. Silay rahimni bog'lashlik uchun bosilgan qadamlar deydi hadisda. Alloh taoloning nazdida bandani farz amallarga bosgan qadami bilan teng. Peshin o'qib kelay, juma o'qib kelay, hajni bajarib kelay, yo zakotini berib kelay deb Allohning farzini bajarish uchun qadam bosyapsiz. Ana shu bilan teng savobda, ajrda, Alloh taoloning huzurida, mahbublikda silay rahimni bog'lashlik uchun bosilgan qadamlar Alloh taoloning farzini bajarishlik uchun bosilgan qadamlar bilan teng. Ikkalasi Allohning nazdida eng mahbub qadamlar, bandani bosgan qadami deyiladi. Demak, muhtaram azizlar, Abu Zar G'iforiy roziyallohu anhu ga payg'ambar alayhisalom qilgan nasihatlardan biri bu silay rahimni bog'lashlik ekan. 4-inchisiga keldik, adashmasam, va an astakthira min qawli la hawla va la quwwata illa billah fa innaha min kunuzil jannah. Abu Zar G'iforiy roziyallohu anhu aytdilarki, payg'ambar alayhisolatu vasallamning menga qilgan keyingi nasihatlari la hawla va la quwwata illa billah kalimasini ko'p aytmoqim dedilar. Qarang. Shu yerda o'tirganlarni hammamiz bilamiz. La havla va la quwwata illa billah kalimasi yerda o'tirgan hammamiz bilamiz. Bilmagan odam shu yerda o'zi yodlab olsa bo'ladi. 4 ta kalima. La havla va la quwwata illa billah. Mana shu kalima jannat xazinalaridan bir xazina ekan dedilar. Abu Zar G'iforiy payg'ambar alayhisalom o'z otga buyuribdilar. Kim la havla va la quwwata illa billahni ko'p aytib yuradigan bo'lsa, vaqtini bema'ni o'tkazmasdan, mashinada ketayotganda ham, bir joyda o'tirganda ham, mana u umrni, vaqtni g'animat bilib, Allohning zikri bilan ko'proq mashg'ul bo'lib, la havla va la quwwata illa billahni ko'p aytadigan bo'lsa, qiyomat kunida jannat xazinalaridan bir xazina beriladi. Azizlar, bu dunyoni xazinasini topgan odam qancha baxtli, qancha boy.
Yetib shu avlodiga yetadigan boylik topyapti. Bu dunyoni xazinasi o'zi shuncha. Oxiratda jannatda xazinalari qancha ekan. Bu oxirat xazinalariga egador bo'lish uchun nima kerak? Zikr kerak ekan. Allohning ibodati kerak ekan. Musa alayhissalom turtog'ida Allohga qilgan munojotlarini birida: "Ey Alloh, Parvardigor olam, qaysi bandalarni yaxshi ko'rasan? Qaysi bandalarni yaxshi ko'rasan? Ularning alomatini aytgin, men ham yaxshi ko'ray shu bandalarni" dedi. Allohdan javob bo'ldiki: "Ey Musa, men muhabbat qo'ygan, men yaxshi ko'radigan, qani Alloh yaxshi ko'radigan banda. Alloh yaxshi ko'radigan, Alloh suyadigan banda. Men suyadigan bandani alomatini senga aytadigan bo'lsam, ana u bandalar meni zikrim bilan ko'proq mashg'ul bo'ladilar. Meni yodim bilan ko'proq mashg'ul bo'ladilar. Tillaridan subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar, yo hozir aytganimizdek la havla va la quvvata illa billah ga o'xshagan go'zal kalimalar tushmaydi. Mana u tillari doim Allohning zikri bilan namlanib turadi, xullanib turadi. Ana shu bandalarni ko'rsang, ey Musa, sen ham yaxshi ko'r. Chunki u bandalar meni mahbub, men suygan bandalar, men yaxshi ko'rgan bandalar dedi. Musa alayhissalom yana so'radilar: "Ey Robbim, qaysi bandalarni yomon ko'rasan? Qaysi bandalar seni rahmatingdan, sendan uzoq, ularni ham alomatini aytgin, men ham yomon ko'ray shu bandalarni." Alloh taolodan javob bo'ldiki: "Ey Musa, men yomon ko'radigan, mendan uzoq, rahmatimdan uzoq bo'lgan bandalarning alomati ular meni zikrimdan g'ofil bo'ladilar. Oxiratni yodidan, Allohning yodidan, erta qiyomatni yodidan g'ofil bandalar. Kechgacha bir joyda o'tirib dunyoni gaplashsiz, kechgacha gaplashaveradi. Lekin gapini orasida bitta subhanalloh yo'q. Yo alhamdulillah yo'q. Yo billah havla, qo'lda bir tasbih yo'q. Yo tilida zikri yo'q. Oxirat yodi yo'q. Kechgacha omma dunyoni gaplashaveradi. Kechgacha nardani o'ynab o'tiraveradi. Kechgacha kartani o'ynab o'tiraveradi. G'ofil. Ey Musa, mana shu bandalar meni yomon ko'rgan bandalarim, sen ham yomon ko'rding. Muhtaram azizlar, mana bu joyda o'tirgan yosh katta otaxonlar, aka-ukalar, kuyovjo'lar hammamizga birdek mavzuni topib gapiryapmiz. Hammamizga tushadi degan. Abu Zar G'iforiy roziyallohu anhu ning demak nasihatlari payg'ambar alayhisalom xossatan u zotga la havla va la quvvata illa billah al-aliyyil azim deb qo'shsam bo'laveradi. Mana shu kalimani aytib yurgan. Mana bu 4-nasihat. 5-nasihat qarang, payg'ambar alayhisalom 7 nasihat qilyaplar-ku Abu Zar G'iforiy roziyallohu anhu. 5-si: ey Abu Zar, wala tas'alan nasa shay'an. Senga 5-nasihatim insonlardan hech nima so'raman. Agar odamlardan bir narsalar so'rasang, ularni malollantirasang, hojatingni bir yo'lga tushirasang, odamlar seni yomon ko'rib qoladi. Sen kelsang qochadigan bo'lib qoladi. Shuning uchun odamlardan hech nima so'rama. Hamma hojatingni Allohdan so'ra. Abu Zar G'iforiy roziyallohu anhu shunga amal qilgan ekanlar. Mana u zotning siratlarida keladiki, Abu Zar G'iforiy tuya minib ketayotsalar bir joyda qo'llaridagi qamchi yerga tushib ketsa, birorta insonga "Va palonchi bu qamchini olib berib oling" demagan ekanlar. Hatto ana shunaqangi holatda ham tushib o'zlari olgan ekanlar. Hech ham o'zlarini hojatlarini birovga aytib, bir insonni boshqalarni malollantirmas ekanlar. Qarang. Wala tas'alan nasa shay'an. Ey Abu Zar, odamlardan hech nima so'rama. Haqiqatda bitta insonga bir narsa so'rab telefon qilsangiz, bir marta oladi, 2 marta oladi, 3-chisida bloklab qo'yasiz. Yo qizilni ezib qo'yadi. "Obbo, ana odam qilyapti. Hozir yana bir xizmat aytadi" deydi. To'g'ri-da. Hikmatda keladiki, odamlar seni yaxshi ko'rishni xohlasang, ularga hojatingni tushirma deydi. Bitta odam ha deb kelib siz bezovta qilaversa, "Ja qarz berib turing" deb qo'yingda, qaytib kelmang. Bo'ldi, qaytib kelmang. Mana u hadisda kelgan gaplarda haqiqat. Bu 5-nasihat. 6-sini aytadilarki, Allohning yo'lida birorta malomat qiluvchini malomatdan qo'rqmasligimga payg'ambar alayhisalom nasihat qildi. Ey Abu Zar, Allohning yo'lida farzandni ado etish uchun
Allohning buyruqlarini ado etish uchun birorta bandadan qo'rqma. Birorta inson seni malomat qilishdan qo'rqmagan. Farzmi bajar. Namozni 5 mahal Alloh farz qildimi bajarish kerak. Alloh taolo buyurdimi qilish kerak. Harom yema dedimi? Yemas kerak. Sigaret chekma dedimi? Chekmas kerak. Nos harom ekanmi? Badanni ifloslar ekanmi? Badanimizga kasalliklar olib kelar ekanmi? Tashlash kerak. Qumorni Alloh harom qildimi? Tashlash kerak. Riboni Alloh taolo bandalarning o'rtasida sudxo'rlikni harom qildimi? Hech kimdan bu Alloh uchun, Allohdan ajr umidida bular tark etish kerak. Bu 6-nasihat. 7-chisini aytadilarki, va qulil haqqo va in kana murran. Ey Abu Zar, agarchi achchiq bo'lsa ham haqiqatda gapiring har o'rinda. Hech qachon shirin bo'lsa ham yolg'onni gapirmang. Mana bu payg'ambar alayhisolatu vassalomni Abu Zar G'iforiy roziyallohu anhu ga qilgan xosatan nasihatlari edi. Parvardigor olam, mana bu aytilgan gaplar bilan barchalarimizni Alloh o'zi manfaatlantirsin, haq yo'lidan adashtirmasin. Endi mana bu yoshlarga bir aytadigan gapim bor ediki, hozir mana bu telefonda o'ynaydigan qumor degan narsa ko'payib ketdi. Juda ko'p shikoyat bo'lyapti shundan. Uyini tikib oryapti ekan. Uyini tikyapti ekan. Qo'lidagi pulini tikyapti ekan. Televizorda ikkita kamanda o'ynab tursa, qo'rqib turadigan bo'lib ketdi-da. U pulga tushib qo'yib, o'zini osayotganlar bor. Xuddi o'zini o'zi bir nimadan joniy xas qilayotganlar bor. Uncha pulni qayerdan topadi masalan? Shuning uchun yoshlarimiz, yigitlarimiz, kuyovjo'lar, Alloh hammalaringizdan rozi bo'lsin. Bu narsaga hech ham yaqinlashmaslik kerak. Qumorni Alloh taolo Qur'onda maysir deb atadi. Maysir degan oson pul keladigan joy degan. O'tirib turib, optoga chiqmaysiz, belingizni ortmaysiz, ketmon chopmaysiz, mashina minmaysiz. Tayyor. Telefondan deb pul tikasiz, stavkasi bor, boshqasi bor. Qaysi kamanda yutadi, bunga tikasiz mana. Alloh Qur'onda maysir deb qumor nima degani bu? Oson pul topadigan joy. Demak, qayerdanki pul oson kelsa, u tagida bir gap bor-da. Allohning rizqi oson kelishi, halol osondan kelmaydi. Osondan kelayotganlar tayinli so'z deysiz, haromga borib taqaladi. Ribo, pulni berib qo'yadi, aylanaveradi, foizni qo'yib qo'yadi, 1 yilga falon foizdan deydi. Yeb yotaveradi, pul kelib yotaveradi, qarang. Yoki fohishalar, yotib lazzatni ham qiladi, pulni ham topadi. Bunga misollar ko'p. Shuning uchun aytadilarki, halol qachon keladi? Buni peshana tellamday artganingizda chakkillab suv tomsa, o'shanda halol. Bu bel tolib kelsa, o'shanda halol. Ko'zning nuri kelsa, o'shanda halol. Qumor, ribo, zino bularda hammasi shariatimiz to'sgan, shariatimiz ruxsat bermagan narsa. Alloh taolo hammalarimizni 5 mahal namozda, shariatda, yo'lida, buyrug'ida, toat ibodatda sobit qadam bo'lishligimizni Xudoyim hammalarimizga nasib qilsin, aylasin.